Dunyodagi eng katta sig'imga ega masjidlar top 10 taliga. Boshladik. 10-o'rinda Eronning Qum shahridagi Jomkaran masjidi. Unda bir vaqtning o'zida 150 ming odam namoz o'qiy oladi. 9-o'rinda 175 ming odam sig'adigan Hindistonning Bhopal shahridagi Taj-ul masjidi turadi. 8-o'rin Indoneziyaning Jakarta shahridagi Istiqlol masjidiga tegishli. U o'z bag'riga 200 ming namozxonni sig'diradi. 7-o'rinda esa diqqat qiling, Qozog'istondagi 2022-yilda qurilgan Ostona bosh masjidi. Uning sig'imi 230 ming nafardan ham ortiq. 6-o'rin Pokistonning Islomobodidagi Faysal masjidiga tegishli bo'lib, unga 300 mingdan ko'proq odam sig'adi. 5-o'rinda esa 400 mingdan ortiq namozxonni o'z bag'riga sig'dira oladigan Falastinning Quddus shahridagi Al-Aqso masjidi turadi. 4-pog'ona yana bir bor Eronga tegishli. Bu safar Mashhad shahridagi Imom Rizo Shirin masjidi. Sig'imi 700 mingdan ziyod. 3-o'rinda esa top 10 talikka ikkinchi bor kirgan Pokiston. Karachi shahridagi Jamiya bosh masjidi qurilishi adashmasam hali tugamagan. Biroq ma'lumotlarga ko'ra, unda bir vaqtning o'zida 800 ming odam namoz o'qishi mumkin bo'lar ekan. Sig'imi bo'yicha eng katta bo'lib qolaveradigan 2 va 1-o'rindagi masjidlar esa shubhasiz Saudiya Arabistonida joylashgan. Islom dinimizdagi ikkinchi eng muqaddas masjid Madina shahridagi Al-Masjid An-Nabaviy 1,5 million namozxonni o'z bag'riga sig'dirsa, Makka shahridagi qiblamiz, biz uchun eng muqaddas bo'lgan Ka'batulloh joylashgan Masjid Al-Haramda bir vaqtning o'zida, diqqat qiling, 4 milliontadan ortiq odam ibodatda bo'lishi mumkin ekan. Video manfaatli bo'ldimi? Unda boshqalarga ham ulashib qo'ying.